alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun buqa boqayotgan bir do'stimizning uylariga keldik, sinfdoshimizni. Mana shu buqani boqqan ekanlar. Yana boqqan buqalari, ho'kizlari. Necha kilo kelsa, necha kilo go'sht qilsa. Salom obunachilar, mana bugun 2 yil davomida boqilgan ho'kizimizni obzor qilamiz. Ko'ringlar, qarin tonnani ustiga keladimi yo'qmi, mana shu jo'ramiz 2 yil davomida boqqan ana shu ho'kizchani. Endi bu ham smeshinni. Endi qaysi zotga bil kommentariyaga yozib qo'yasizlar-da, 2 yil davomida boqilgan go'shtlar ana shu. Yoshi necha pulga olgansiz 2 yil oldin? 15 millionga oldik. 15 millionga olgan ekanlar ana shu ho'kizni. Hay, hozirgi vaqtga zakonni tonnani ustiga chiqadi. Живой весga o'lchagan taqdirimizda. Mol katta, uzun, qalin mol. Mana. Molimizdan ana shu jo'ramiz boqqanlar, baraka topsinlar. Qanaqa parvoda bo'lsa, buni kommentariyaga olganlar yozib qo'yasizlar, eslaringizdan chiqmasin. Molimiz 3 yoshar bo'lgan hozirga. 3 yoshar bo'lgan ana shu molimiz. 2 mahallik rejimgami, 3 mahallik rejimgami? Boqilganmi ho'kiz? 3 mahallik ekan. 3 mahallik ekan, ha? Mana. Ana molni ustiga shuni tuxum qo'ysa, tuxumni ko'taradi, marhamat. Ana, qarishingizni qo'yib ko'rsang qani? Mana. Mana o'g'ayinlar. 3 ta chiqadimi? Mana. Mana shu molimiz. Marhamat. Ana shu mol. Katta, molcharish katta. Tonnani ustiga turadi, hozirni o'ziga ham bu, mana. Necha kilo go'sht qiladi, kommentda yozib qoldiringlar. Tonnani ustiga живой вес kamiga 1 tonna 100, 1 tonna 200 mayda mol emas bu. O'zi belini o'zi ana shuncha bor. Kamiga 80 mi, 1 metr chiqmasa ham 80 75 chiqadi. Mana, oling. Bo'ynini qarang qalinligi. Mana. Hay, 2 mahal ham yegan bo'ladi shunday bo'ladi. Keling ana shu yerdan buni. Ha, boqqanam nima qilgan ham baraka topsin. Zeh molcha. Bo'yni qalin mana zakonni. Yelka chiqargan, o'zi yelka o'sgan, yelkani boshdan ajralgan, o'zi yelkasi qalin ana. Katta mol, katta. Katta mol. Bir tonnani ustiga yuraydi mollar. Toshni qaysini demabdi?